Hozir mana narxlarni arzon ketganini e'lon qilamiz. Assalomu alaykum, Qora aka. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Qora aka, 2026-2027 narxlarini bu yil tushirib tashlaymiz dedingiz. Rostdan tushirib tashlaymizmi bu yil? Xudo xohlasa. Do'stlar, xudo xohlasa shu videoga kim bilan bormoqchisiz, kommentariyaga yozib keting va yozilgan narsa albatta amalga oshadi. Nimaga? Oldingizda daftar bo'lmasligi mumkin. O'shunday tayyor kommentariyaga kirasizda men ammam bilan, buvam bilan, opog'im bilan, onam bilan, otam bilan degan so'zlarni yozib kelsiz. Xudo xohlasa siz umr safariga borishingiz uchun biz sababchi bo'lishimiz mumkin. Shu kanalimizda juda ham ko'p yurtdoshlarimiz bepulga umr safariga jo'natganmiz, kirib ko'rishingiz mumkin. Oldingi videolarimizni o'shanaqa konkurslar uyushtiramiz, xudo xohlasa. Yana uyushtirish harakatida bo'lyapmiz, xudo xohlasa. Qora akamlar xo'p deb qolsa, inshaalloh video bo'lmasa oxirigacha ko'ring, manfaatli bo'lib qolishi mumkin sizga. Qora aka, bir boshdan savollar berib boraman, endi siz javob bera olasiz. Faqat sizga kelishib olaylik, faqat to'g'risini ayting. Juda ham ko'p yurtdoshlarimiz boshqa tur firmalardan ketishyapti, sarson-sargardon ketishyapti. Bo'ldi. Sentrumdan hali bunaqanasi eshitganimiz yo'q-ku. Bo'ldi. Xo'p, Qora aka, nechta viloyatdan reyslarimiz bor hozirgi paytda? Xo'p, hozirgi paytda 6 ta viloyatlarimizdan reyslarimiz mavjud. Qaysi viloyatlari? Toshkent shahri, Vodiydan Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlaridan, keyin Samarqand va Termizdan. Xo'p, videoda o'rtasida aytayotgandek, biz Tojikiston, Qirg'iziston, qo'shni davlat, Rossiya, boshqa juda ko'p davlatlardan ko'rishadi. Ular sizlarga qanday bog'lanishi mumkin? Xo'p, shu ekranda yozilgan telefon raqamlarida barcha ijtimoiy tarmoqlar mavjud. Masalan, qaysilar? WhatsApp, Rossiyaga hozir asosan Max bo'lib qoldi, Max ham ochiq. Maxlar. Telegram, Instagram, hamma ijtimoiy tarmoq. Hamma ijtimoiy tarmoq ishlab turibdi, ishlab turibdi. Qora aka, yana aytganlarsa, qaysisi Jiddaga uchilyaptimi yo Madina Munavvaraga uchilyapti reyslar ko'pi? Reyslarimiz ko'pi asosiy Jiddaga uchyapti. Jiddaga uchilyapti. Ammo orada Madinaga ham bo'ladi. Madinaga so'raydiganlarga Madina qilib bera olamizmi? Qilib beramiz, xudo xohlasa. O'shadan kunlar ham bor. Bor. Xo'p, Madina Munavvaradagi gastitsamiz masofasini bitta aytib ketsak. Xo'p, Madinada mehmonxonamizning masofasi markaziyada joylashgan 200-250 metr oralarida. Men bitta yurtdoshimizni o'tgan yilgi videoyimdan chiqarganimizda Qur'on zavodiga kirolmay qoldi, Ravza Munavvaraga kirolmay qoldi. Juda ko'p gapirishadi shunaqa gaplarni. Hozir yana shunaqa xunuk holatlar bo'lyapti, bo'lmayapti Qora aka. Yo'q. Faqat rostini gapiring, ertaga kommentariyada juda yomon so'zlar so'kib qo'yishlari mumkin. Faqat kiramizmi? Ravza Munavvaraga yo bo'lmasa Qur'on zavodiga menimcha kirsa kerak. Lekin Ravza Munavvara qanaqa bo'ladi tartib qoidasi? Ravza Munavvaraga har bitta odamga vizasi, dokumentlarni to'g'irlayotganimizda, chetda ketayotganimizda o'zi ochirib olamiz. Chetda ketilganda ochirib olinadi. Ravza Munavvarada menimcha muammo bo'lmasa kerak. Yo'q, xudo xohlasa Madinaga borishdimi, birinchi o'sha mehmonxonaga joylashtirib, Ravzaga olib kirishga harakat qilinadi. Do'stlar, avvalo u Rasulullohning huzurlari, yo biz o'zimizdan o'zimiz qurib qo'ygan joy emas, yo bo'lmasa Saudiya Arabistoni qurib qo'ygan joy emas. Rasulullohning huzurlari dunyo kim uchun yaralgan? Rasululloh uchun yaralgan. O'shuning uchun atta hurmat bilan, misol nima desa bo'ladi, 50 yoshi adashmasam chapga yo o'ngga deganda xo'p deb turish kerak. Chunki juda ham katta markaz, o'zi boradigan odamlar hamma davlatdan boradigan joy. To'g'rimi, Qora aka? O'shuning uchun hamma o'zining tartib qoidasi bor. O'zingiz uyingizga kirganingizda ham o'zingiz tayinlagan tartib qoidalar bor. Masalan, kimdirlar qo'pol bo'lsa ham aytaman, oshxonaga ketyapti, oyoq kiyimga ketadi. Siz tartib qilgansizda qanaqa qilgansiz? Hojatxonaga nimaga kiryapti? Oshxonaga kiryapti. Nimaga qilasiz? Tapchikani yechib kirasiz. O'zingizni qonuningizda Saudiyaning ham o'zini qonunlari bo'ladi, adashmasam. Qora aka? Shunaqa. O'shuning uchun iltimos qilib qolaman, Rasulullohning huzurlariga borgandan keyin ozgina odob bilan o'tirib, misol 2 kecha xolos, adashmasam, 2 kecha xolasa, 2 kecha Rasulullohning huzurlarida borganingizdan so'ng qo'pol bo'lsa ham sabr qiling. Chunki hurmat qiling. Men bir olamdan eshitganman, Qora aka, gapingizni bo'lib qo'ydim. Men bor uzr, gap kelib qolganda otingni ayama deyishgan. O'sha maqolga rioya qilgan holatda Rasulullohni juda xizmatda bo'lgan ekan o'sha inson, bir inson menga aytib berishgan. O'zbekistondanmikin, Alloh alam, aniqini bilmayman. Noma borishgan.
Men o'zim eshitganim. Hop. Nonni yeb turib, qanaqa maza ekan O'zbekiston noni. Ha? Hidlab yeb, maza qilib Madinani bo'lishkasidanmi, nimadirdan charchadik falon pokin degan bu qatiq degan gapirib berishgan endi har xil nimadan keyin biz aniq bilmaylik, lekin eshitganim aytyapman. Hop. Rasululloh tushlarga kirib, senga javob degan ekanlar. Xizmating tugadi degan ekanlar. Qarang, necha yil xizmat qilgani, lekin bitta nonni hidlab Madinani oddiy nonini yomonlab qo'yganligini uchun, biz yomonlamagan, biz sog'ingan O'zbekistondan boshqa bo'lgan, lekin oddiy shuning uchun hurmat. Shuncha qiladigan, shuncha sarflaydigan, masalan, hozirgi paytda narxlarni necha bor aka? Toshkentdan 1050, viloyatlarimizdan $1100. Qarang, 1050, $1100 pul sarflayapsiz Rasulullohning huzurlariga borish uchun, gunohlardan poklanish uchun, Makka mukarramaga tavof umra qilish uchun arzimagan nuqsonlar kimdir dillarini og'ritib qo'ygan holatda nimasi bo'ladi? Shuncha qilgan ibodatimizni habada qilib qo'ymasligimiz kerak. Bor yo'g'i 14 kun bo'lamiz xolos. Bor yo'g'i 14 kun bo'lamiz xolos. Kimlargadir nasib qilmayapti shu narsa. Nasib qilmayapti, to'g'ri. Puli bor odamlar ham bora olmaganini ko'ryapmiz. Shunaqa. Necha yildan beri to'plab yo vaqt qilolmaydimi? Buni o'ziga bog'liq. O'ziga bog'liq. Chaqirmasa qiyin ekan. Chaqirmasa qiyin. Do'stlar, o'shuning uchun shu videoga bitta like bosib, kommentariyaga kim bilan bormoqchisiz? Yana qaytarib ketyapman. Ota-ona bilanmi, kim bilan bo'lsa ham bormoqchisiz, kommentariyaga yozib keting. Yozilgan narsa albatta amalga oshadi inshaalloh. Bu yil bo'lmasa 2027 bu mavsum 2 yilga to'g'ri kelyapti. 26 ham 27 ga to'g'ri kelyapti. Bemalol o'tishingiz mumkin. Masalan, men o'zimiz ustozimiz aytadi, niyatingni daftarga yozib yur deydi. Shuning uchun men ko'p niyatlarni daftarga yozib yuraman. Alhamdulillah, shuncha paytdan beri yozib yurib kam bo'lganimiz yo'q. Faqat o'sha yaxshilik bo'lyapti. Bo'lmasa, Alloh taolo buyurgan nasib qildi degan so'zni aytamiz. Xolos, boshqa hech narsaga qo'limizdan kelmaydi bundan buyoqqa. Xo'p, yana o'zimizni mavzuga qaytadigan bo'lsak, Madina Munavvaradagi sayohatlar, Makka mukarrama sayohatlarni bitta qoraga to'liq qilib aytib beradigan bo'lsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, Madinadagi ziyoratlarimiz Qubo masjidi, ikki qiblali masjid, Uhud tog'i, Kamonchilar tepaligi. Hozir Kamonchilar tepaligi. Keyin Xurmo bog'ida bir kunda nima qilib turib, kechki ziyofat. Kechki ziyofat. Xo'p, bo'ldimi shu bilan? Shu bilan bo'ldi, Xudo xohlasa. Shunda nechta bo'lyapti? 5 ta. Madinani o'zida 5 ta bo'lyapti. Qur'on bosmaxonasi ham bor. Qur'on bosmaxonasiga ham Xudo xohlasa olib kirib chiqishadi. Xudo xohlasa, agar nasib qilsa, bittadan Qur'on kitobni olib berib. Makka mukarramadachi aka? Xo'p, Makka mukarramada Arafat maydoni, Muzdalifa maydoni, Mino vodiysi, Maqom Ismoil, Jamorat, Savr tog'i, Nur tog'i, Jannati Mualla qabristoni, Jin masjidi. Jin masjidi. Qora aka, rahmat. Shunchalik ma'lumot berdingiz. Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Shu videoda tagiga nomer qoldirib ketaylik, Menimcha Makka aytmadingiz? Aytding Makka mukarrama. Makka masofasini. Yo'q, aytmabsiz shuni. Qarang, do'stlar, bizlar minbar vaqtlarni olayotgan bo'lsak, Makka mukarramani ham to'liq qilib aytib o'tib ketsak, qora aka, shu bilan videoni tugatgan bo'lardik. Xo'p, Makka mukarramada 1,5-2 kilometr oralig'ida Ajiyat ko'chada joylashgan mehmonxonalarimiz 3-4 yulduzli mehmonxonalar. Xo'p, avtobusda 10-15 daqiqada. Agar piyoda boramiz desa ham shunaqa bir 10-15 daqiqa. Nimaga? Avtobusda mashinaning yo'li alohida, u juda aylanib qolib, o'rtada svetofor bor. Svetoforda to'xtab, to kirguncha bir 15 daqiqa ketib qoladi. 15 daqiqa atrofida ketib qoladi. Xo'p, to'liq ma'lumot berdi deb o'ylayman. Qora aka, shu videoda izohiga o'zingizning fikrlaringizni yozib o'tib ketasiz degan umiddaman. Ham bizni qo'llab-quvvatlash uchun bitta kommentariyaga kirib, podpisatsiya, like, hammasini bosib tashlang, repost qilib tashlang. Nimaga? Bu video ko'proq insonga tarqalsin. O'zingiz bormasangiz ham kimdirga yetib qolsa, biz orqali borib qolsa, sizga ham savobi tegib qolishi mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni qo'llab-quvvatlashda hech qachon to'xtamang. Sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling.